Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni bu videoda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bu videoda esa biz CSS ni external CSS deganini ko'rib chiqamiz. CSS kodini alohida faylga ochdir. Masalan, HTML faylimiz index fayl bo'lsa, index.html bo'lsa, CSS faylimiz esa style CSS bo'ladi. Kelinglar birinchi bo'lib style CSS ni ulab olamiz. Link yozamiz va linkni ichiga style CSS va Ctrl ni bosib turib klik qilsak va bu o'zi ochilib beradi. Bu kod head tagi ichida yoziladi. Real style sheet bu CSS fayl ekanligini bildiradi. Href style CSS qaysi fayl ulanayotganini ko'rsatadi. Keyin CSS ni ichiga yozamiz. P gulli qaus color pink h1 h2 gulli qaus font size 20 piksel va rangini esa uni ko'k qilamiz. Bu natijada esa bizda hech narsa chiqmaydi, chunki biz HTML ga kod yozishni unutdik. h1 hello p ga nice va mana chiqdi. P'imiz esa pushti rangda chiqdi. Hello esa boldroq bo'lib qora rangda chiqdi. Internal CSS afzalliklari: kod toza turadi. HTML va CSS alohida bo'linib turadi. Bir CSS faylini bir nechta HTML sahifaga ulash mumkin. Katta loyihalarda juda qulaydir bu. Kichik loyihalarda esa internal CSS ishlatsa bo'ladi, lekin kattaroq saytlar uchun ko'pincha external CSS ishlatiladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda esa inline CSS ni ko'ramiz. Hammaga xayr.